Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan asabiylashganda, stresslardan keyin oshqozon sohasida, ya'ni chap qo'rg'on osti sohasida kelib chiquvchi og'riqlar, uning asosiy kelib chiqish sababi va qanday qilib davolash kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik asabiylashgan yoki stress o'tkazgan odamlarda oshqozon sohasida achishuvchi, kuydiradigan yoki bo'lmasam quruq og'riqlar kelib chiqadi. Bu og'riqlar bemorni och qorinda ham yoki ovqatlangandan keyin to'q qorinda ham bemorni bezovta qiladi. Ba'zi bemorlarda demak asabiylashgandan keyin ishtaha bo'g'iladi. Kam narsa yesa ham o'sha yegan narsasi qorinda oshqozonda turib doimiy to'qlik hissini his qilib yuradi. Ba'zi bemorlar esa tez ovqatlanib turadi, lekin to'qlik hissini his qilmaydi. Doimiy o'zini och holatda his qiladi. Ba'zi bemorlar esa asabiylashgandan keyin hech qanday sababsiz qusish holatlari kelib chiqadi. Xo'sh, buning asosiy sababi nimada? Bizga ma'lumki, oshqozon sohasi boshdan chiqadigan adashgan nerv, ya'ni nervus vagus yordamida, ushbu nerv yordamida innervatsiya qilinadi, ya'ni nerv bilan ta'minlanadi. Bu nervimizning orientiri boshning orqa sohasida, quloq orqasida, demak, so'riqsima o'sig'imiz bor. Ushbu so'riqsima o'siq sohasidan chiqib keladi va oshqozonni nerv bilan ta'minlaydi. Asabiylashgan bemorlarda ushbu nervning yuqoriga qarab ko'tarilishi hisobiga boshdan chiqadigan qismida diafragmaning spazmi hisobiga diafragma qismida qisilishi, doimiy ravishda qisilgan nervning oshqozon ta'sirlab turishi hisobiga yuqorida aytilgan og'riqlar kelib chiqadi. Endi bemor asabiylashganda oshqozon ham ko'krak qafasiga qarab yuqoriga qarab ko'tariladi. Ma'lumki, oshqozonning katta va kichik egriliklar bo'ladi. Endi oshqozon yuqoriga ko'tarilganda ba'zi bemorlarda oshqozonning katta kichik egriligi kengayish, ya'ni ko'ndalang holatda bo'lib qolishi hisobiga yegan ovqatda oshqozonda turib doimiy to'qlik hissini his qiladi. Ba'zi bemorlarda esa ushbu egrilik kichrayishi hisobiga, ya'ni oshqozon yuqoriga ko'tarilgan paytda egriliklar kichrayishi hisobiga yegan ovqat oshqozonda turmasdan to'g'ridan-to'g'ri ichakka o'tish hisobiga ba'zi bemorlar doimiy ochlikni his qiladi. Endi oshqozonning kirish qismida kardial sfinkter bo'ladi. Diafragma spazmga uchragan paytda ushbu kardial sfinkter, oshqozonga kiradigan kardial sfinkter ochilib qolishi hisobiga ba'zi bemorlarda sababsiz qusish holatlari kelib chiqadi. Xo'sh, buni qanday qilib davolash kerak? Buni davolash uchun eng avvalo qisilgan nervus vagusning bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytdikki, nervus vagus boshdan chiqadigan qismi va diafragma sohada qisiladi deb aytib o'tdik. Birinchi navbatda boshdan chiqadigan qismda bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun orientir barmoqlarimizni xuddi shu holda qo'limizni quloq orqa qismidagi so'riqsima o'siq bor, shu sohaga qo'ygan holatda yaxshilab chuqurroq massaj qilamiz. Ya'ni og'riqni his qilguncha. Og'riqli nuqta aynan qisilgan nervus vagus bo'ladi. Og'riq nuqtaga yetgandan keyin yaxshilab qo'lni o'sha o'ngga va chapga qarab aylantiramiz. Ya'ni og'riq kamayguncha aylantiramiz. Bu paytda og'riq kamayishi bu qisilgan nervus vagusning bo'shashishi belgisi bo'ladi. Bu 30 sekund 1 minut davomida davom etishi mumkin. Ikkinchi holatda diafragma spazmini ketkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz remendan foydalanamiz. Ya'ni remen yordamida ko'krak qafasimizni yaxshilab qattiq qisib olamiz. Bunda bizga orientir ko'krak bezaning ost qismi yoki bo'lmasa to'z suyagining pastki qismi to'ygan sohadan ozgina yuqori qismidan bo'ylab olamiz. Bemordan chuqur nafas chiqarish so'raladi. Bemor chuqur nafas chiqargan paytda ko'krak qafasi kichrayadi va maksimal ravishda biz remen bilan ko'krak qafasini qisib olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Oxirigacha chiqartiramiz havoni va qattiq qisib olamiz. Endi ko'krak qafasini qisib olgandan so'ng bemordan ko'krak bilan nafas olish so'raladi. Bemor chuqur nafas oladi ko'krak bilan va og'iz orqali porsiya shaklida tez nafas chiqaramiz. Bu quyidagi shaklda bajarish kerak bo'ladi buni. Bunda bemorda bosh aylanishi kelib chiqadi. Ya'ni bosh aylanishi qisilgan diafragmaning bo'shashishi belgisi bo'ladi. Diafragma bo'shashgandan keyin bemorda boshda qon aylanishi yaxshilanadi va bemorda boshda bosh aylanishi kelib chiqadi. Endi nervus vagus, qisilgan nervus vagusni bo'shashtirib oldik ikkita nuqtada. Endigi vazifa yuqoriga ko'tarilgan oshqozonni o'zini o'qiga qaytarish kerak bo'ladi. Buning uchun qo'limizni chap qovurg'a ostiga chuqurroq holatda kirgizamiz va
bemordan chuqur nafas olish so'raladi. Bemor chuqur nafas oladi va qattiq yo'talish so'raymiz. Qattiq yo'talgan paytda qo'limiz yordamida oshqozonni, chap qorin ostidagi oshqozonni diagonal yo'nalishda pastga qarab itaramiz. Bu quyidagi shaklda bo'ladi. Bu 4-5 marta xuddi shunday mashqni bajarish kerak bo'ladi. Endi oshqozonni o'zini o'qiga qaytargandan keyin endi nervus vagus doimiy ravishda demak oshqozon ta'sirlab turgandan keyin ta'sirlab turgan-ku masalan qanchadir vaqt ichida o'shanda oshqozon shilliq qavatida yallig'lanish kelib chiqqan bo'ladi. Endigi vazifa oshqozon shilliq qavatini bitkazadigan vositalardan foydalanishimiz kerak. Buning uchun chakanda moyi masalan, ya'ni ablepixia masla sotiladi aptekalarda. Ablepixia maslani bir choy qoshiqdan 3 mahal 4-5 kun davomida ichish tavsiya qilamiz. Yoki bo'lmasam folik kislota, vitamin B12, aloe kabi vositalarni ichish tavsiya qilamiz. Bunda oshqozon shilliq qavatidagi yallig'lanish ketadi va bemordagi og'riqlar batamom yo'qoladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa kanalga obuna bo'linglar.